Yoningizdagi odam sizga haqiqatni ayta oladimi? Kunlarning birida vazir o'zining yordamchilari bilan birga bozorda aylanib yurib, to'satdan yo'llari qul bozoriga tushibdi. Erkinligidan ayrilgan bechoralar bu yerda birma-bir sotilayotgan edi. Vazir asirlarga yaqinlashib, ularni yaqindan ko'rmoqchi bo'ldi. Asirlikdagi bir keksa odam vazirga murojaat qilib, "Janob, sallangizda dog' bor ekan" dedi. Vazir sallasini yechib qaradi. Qul to'g'ri aytgan edi. Demak, ancha soatlardan buyon shunday aylanib yuribdi. Va buni barcha ko'rgan edi. U juda uyalib ketdi. U odamlarga bir-bir qarab achinib shunday dedi: "Meni bunday holda yurishimga ko'z yumdingiz. Sallamdagi dog'ni ko'rsangiz ham ovoz chiqarmadingiz. Mening haqiqiy do'stim mana shu qul ekan, ammo men uni do'stim ekanligini bilmas ekanman. Do'stimning esa qul sifatida sotilishiga rozi bo'lmayman. Darhol uni sotib olib ozod qiling." Bu voqeani unutib qo'ymasliklari uchun vazir Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning quyidagi hadislarni qog'ozga yozib odamlarga jo'natdi. Mo'min mo'minning ko'zgusidir. Zero asl do'st haqiqatni muloyimlik bilan ayta oladi.